Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar City'da bo'ladi. Joyimiz 5 etajli domning 1-etajida podvallardan ega kvartiramiz sotuvga chiqdi. 3 xonadan iborat, kvadrati 77 kvadrat metr arzon narxda joyimiz sotuvga chiqdi. Mestasini tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda bog'chamiz bor, maktabimiz bu tarafda, suv, svet, gaz hamma narsa bor. Usliyasi zo'r to'shkada joylashgan 3 xonali kvartiramiz. Joyimiz qaribka holatida sotuvga chiqdi. Joyimizning har bir kvadrat metri 5 million 800 dan da turibdilar. Ustine kelganda oz-moz qaytib beraman deb turibdilar. Xudo xolasa, keling joyini ko'ring, ustida savdo bo'lsa, xudo xolasa qaytib beriladi. Asa, joyimizni ko'rib chiqsak, ketdik. Hurmatli obunachilar, bu yerda detis plashatkalarimiz mavjud. Ining ajoyib bisetkalari bor. Mashin qo'yish uchun parxobkalarga ega. Fasadlari ajoyib ekan, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Suv, svet, gaz hamma narsa kirib turibdi. Joyimiz skvoznoy bo'ladi. Ining girish xotlari ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Podvallar ham baland etib solingan, hurmatli obunachilar. Ining uchdan chiqqanimizdan har etajda 3 kvartira bor ekan. Joyimiz zudlik bilan sotiladi, arzon bahoda, hurmatli obunachilar. Ishlari ining damir, yaxshi sifatli ishlardan. Bismillahirrahmanirrahim. Ichkari tomonga kirgandan oyoq tilamiz tashga bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xonalari alohida tushgan. Yebida ining hojatxonamiz bor. Bular ham alohida ining ajoyib etib qo'ysangiz bo'ladi. Mana tarafda sanuzilimiz. Skvoznoy kvartira bo'ladi. Joyimizni balandligi ham baland, ajoyib etib solingan joyimiz. Maktab, bog'cha hamma usliyasi bor. Joyimiz, gazimiz, suvimiz, svetimiz hamma narsamiz kirib turibdi. Bu yerimiz kuxni bo'ladi. Kuxnimiz ham ajoyib. Aynalar akvayna, panorama, ula ayna tushgan. O'zingizni dedingizdagi dinatib, ajoyib etib, remont etib, girib yashab beraverasiz. Arzon bahoda City'da bundan ortiq arzon joy yo'q. 5 million 800 dan ustine kelganda yana qaytib beraman deb turibdilar. 1-etajdan kamdan kam chiqadi, hurmatli obunachilar. E'tibor bilan ko'ring. Bu yerimiz spalni bo'ladi. Spalnimiz ham ulu razmerda tushgan. Umumiy maydoni 77 kvadrat metr, dokument hujjatlari 100% tayyor. Bu yerimiz yana bir spalni bo'ladi. Spalnimiz ham ulu razmerda tushgan. Joyimiz skvoznoy. Bayan aynasini ochgandan, bayan aynasini olmas chiqsa, shamol aynalib ajoyib bo'lib turadi. Bu yerimizda sanuzilimiz ham suv o'chirgichlar qo'yilgan, ining ulu sanuzil tushgan, hurmatli obunachilar. Bu yerimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz razmeri ham ulu tushgan, gap bo'lishi mumkin emas. Ining aynani ochasiz, bog'cha yong'inasidan ko'rinib turibdi, hurmatli obunachilar. Ining ajoyib etib ining. Ining ibillarni aytib berib, xudo xolasa ochib berib bir magazin yo boshqa joy jastansam bo'laveradi. Hamma sharoitga ega. Eldan bog'i bor ining. Ining bog'cha yong'inasida ko'rsatib o'tgan yeri bundan to'chkada kamdan kam chiqadi. 5 million 800 dan bundan joy 1-etajdan chiqmasa kerak, hurmatli obunachilar. Ining suvoqlari bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi. Elektrik montajlari ham bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Joyimiz kim olmoqligi olsa pastdagi nomerlarga telefon urib to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Hamma shundan toza joyda olib, remont etib, ajoyib o'zingiz dedingizdagi etib yashash nasib etsin.